Musofirda yurganlar ogoh bo'linglar, yangiligi eng zo'ri Sadoqat opa nima yangilik bo'lyapti? Qishlik hamma kiyimlar kelgan, kurtka, sviter, jinsi, sportivniy shtani, hamma narsa bor. Mana shu ko'rib turgan толстовкаларning hammasi 900 rubldan, bu tarafda ham bor, mana ko'rib turibsizlar, hamma namod, hamma xilidan bor. Qishlik shapkalarimizni qaranglar, 100 rubl, 150 rubldan boshlanadi, qaranglar, xohlagan turdagi shapkalaring bor. Mana shu vodolazkalarimizni hammasi zimniy, qishliklar 800 rubldan. Akalar kurtkalarni qaranglar, qanday ko'pligini, mana bir rat hammasi 1200 rubldan ko'ryapsizlarmi? Oxiri yo'qda, buni kansasi yo'q. Kelar, qishlik trikolarimiz kiygan, nachoslik ko'ryapsizlar, ichi jun, xohlagan rang, xohlagan stil hammasidan bor. Apa bular qanchadan? 900 rubldan. Akalar opalar qaranglar, mana shunaqangi itikchalarimiz bor, ichi jun, hammasi atiga 700 rubldan, buni qaranglar, baquvvatligini. Kachestovani qaranglar. Sviterlarimiz kelgan 800 rubldan, mana hammasi zimniy, kachestovasiga gap yo'q, mana zimniy hammasi qalin. Akalar, mana bu qishlik obuvlarni qaranglar-da, hammasi 700 rubldan qaranglar. Xohlagan turdagi obuvlaring hammasi qishlik, ichi jun. Bular nima? 700 rubldan hammasi. Akalar, zimniy sapoglarimiz zo'ri kelgan, qaranglar. Boshqa magazinda 5000, 4000 turganda, bizda atiga 1000 rubldan xohlaganlari bor. Sadoqat yana qandaqalari bor? Mana, har xil ranglar. Faqat erkaklar uchun ham ko'rsataveramiz. Bizga qizlar uchun, ayollar uchun ham chiroyli kurtkalar bor 1,5 mingdan. Hammasi 1,5 mingdan? Hammasi 1,5 mingdan. Buni bu hammi? Bu ham 1,5 ming. Bundaqa uzunlari hammi? Bu ham. Mana buni qaranglar, 800 rubldan, ichi jun, juda qalinligini qaranglar. Qizlar uchun 650 rubldan koftalar bor, qishki kardigan hamma narsalarimiz bor.